50 ming 60 ming dollarga 0 dan 100 gacha 4,5 sekundda tezlashadigan, zavodskoy o'zi sportivniy bo'lib chiqadigan nima mashinasi bo'ladi O'zbekistonda? Biza biladigan bitta mashinamiz bu Kia Stinger. Qizil reming bekorga chiqmaydi. Bu juda tez bo'lgan, zavoddan sportivniy bo'lgan mashinalar qo'yiladi. Bu zavoddan uchuvchi twin turboli 0 dan 100 gacha 4,5 sekund. Bu best stage o'zini zavodida shunaqaga tezlashadi. Rostdan ham juda tez bo'lgan mashina. O'zi tez yuradigan mashinalarda broneplyonka ko'pga chidamaydi. Bular broneplyonkalarni teshib tosh kirib, sindirgan, yarmidan o'tib ketgan. Birosalar ahvoli juda qiyin. Og'ir ahvolda qirilib yomon bo'lib ketgan. Hozir biz bularga XYG ni Stinger'i o'zini oynasini qo'yib beramiz.